ilm, ma'rifat, kitob ishlari musulmon ummatini ilmni barcha sohalariga asos solish yoki asos solganlarini haqiqiy rivojlantirishga samara bo'ldi. Ilmni qaysi bir sohasini qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda, o'sha vaqtlarda musulmonlar peshqadam bo'ldi. Misol uchun kimyo ilmini olib ko'raylik. O'rislar uni kimyo deya olmasdan ximiya deydi. Musulmonchasini to'g'ri ayta olmasdan x qilib olgan keni. Shundan bilinib turibdiki, ularning o'zida bu ilm yo'q. Ana kimyo ilmi musulmonlar kelib shu ilmga asos solmaguncha dunyoda bo'lmagan. Ba'zi bir o'sha ilmga o'xshash narsalarni qilsa, afsungarlik uchun qilingan. Odamlarni aldash, fokus ko'rsatishga o'xshagan haligi qorishmalarni bir-biriga aylantirib ko'rsatilgan. Lekin musulmonlar buni haqiqiy tajribaga bo'ysunadigan, elga, yurtga, hayotga manfaat beradigan ilmga aylantirishdi. Buyuk bobolarimizdan Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy rahmatullohi alayh o'zining Mafatihul Ulum degan katta kitobida mana shu kimyo ilmini ta'rifini, bu ilm qanday ekanligini demak yozib ketgan. O 300-hijriy sanada vafot qilgan odam. Ana undan keyin bu ilm musulmonlarning qo'lida rivoj topdi. Jabir ibn Hayyon rahmatullohi alayh bu ilmga asos soldi. Yevropaliklar 1925-yillarda tan olib, haqiqatan kimyo ilmini musulmonlar demak tashkil qilgan ekan. Jabir ibn Hayyon buni asoschisi bo'lgan ekan deb rasman tan olib yozishdi. Ana undan keyingi kelgan ulamolarimiz Abu Bakr Rozi rahmatullohi alayh boshqalar kimyoviy tajribalar qilib, moddalarni bir-birlariga aralashtirib yangi moddalar shakllantirish, o'sha kimyoviy uslubni qo'llab dorilar tayyorlashni yo'lga qo'yishdi. Olam hali uxlayotibdi, bunaqa narsadan xabari yo'q. Ana undan keyin yana ilm rivojlanib, musulmonlar qo'lida kelib Aydemir rahmatullohi alayh o'sha kimyoviy tajribalarni keng demak tarzda olib borib atom va raketalarga uchirishga quvvat beradigan narsalarni dunyoda birinchi bo'lib shu odam demak kashf qildi. Keyinchalik shu odamni ishini davom ettirganlar haligi narsaga erishishdi. Mana shular hammasi islom olamida bo'ldi, Qur'onning ta'sirida bo'ldi, shariatning ta'sirida, Rasulullohning sunnatlarining ta'siri ostida bo'ldi. O'sha